O mardikor, tez qilmaysanmi ishlaringni? Men senga nima pul to'layapman? Lallayib yuribsan viloyatdan kelib olib bu yoqda. Abdulaziz. Xo'p, hozir. Yo'q, oyna. Assalomu alaykum. Sog'liging yaxshimi? Nima to'pala? Ko'rmaysan, mardikor olib kelgandim bozordan. Faqat kunni o'tkazib turibdi-da. Qani yurchi? Yur, kir. Ko'rmaysanmi? Uka. Assalomu alaykum. Men seni o'qishga yubordim. Nima qilib ishlab yuribsan? Aka, sal og'aylarimdan qarzim bor edi. Kontrakt to'lashga ham pul kerak, sizni qiynamaydigandim. Qancha pul kerak bo'lsa, men senga topib beraman. Bor o'qishingga. Xo'p. Ishimni tugatib qo'ying. Ishing tugatishing shart emas. Bor o'qishingni o'qib. Uzr og'ayni. Mana keldim jonim. Akam olding keldim. Hozir so'rayman qarzini. Bo'pti. Aka, Hozir. Uka. assalomu alaykum. Va alaykum salom. Qani uyga kir. Yo, shoshib turdim. O'tgan oy olgan qarzingizni so'rab keldim. Qarz? O'tgan oy olgan $500 bor-ku. Mazam yo'q edi, ishga ham chiqa olmadim. Sal keyinroq qilib berarmi? O'zi bir oyga deb oluvdingiz. Yana cho'zyapsizmi? Mayli, keyingi oy kelaman. Faqat qolib ketmasin, xo'pmi? Xo'p, uyga kir. Shoshib turibman.